Virusli gepatit deymiz, ya'ni virusli gepatitlar. Asosiy virusli gepatit B, C, D o'sha jigar sirroziga olib keladi, chunki ular surunkali ravishda inson organizmida kechadi. Bitta narsani unutmaslik kerakki, agarda vrach tavsiyasiga to'g'ri amal qilib, o'sha virusga qarshi dorilar vaqtida ichib, gepatoprotektor preparatlari vaqtida iste'mol qiladigan bo'lsa, gepatit viruslari jigar sirrozigacha olib bormaydi. Lekin o'zimiz o'sha narsani tan olishimiz kerakki, vrach aytgan dorini puldan qilsamiz yoki vaqtida vrachga uchramaymiz, vrach tavsiyalariga bo'ysunmaymiz, o'zimizni muhimroq ishimiz bor, lekin inson sog'lig'idan nima muhimligini men tushuna olmayman. Prosta odam o'zi sirrozgacha olib boradi-da. Masalan, yaxshi o'ziga qarab yurgan gepatit B D bemorlarimiz ham bor, sirrozga bormagan. Ular holati vobshe zo'r, lekin aytganingni qilmasdan, o'sha proteovirusli dorini ichib yur desa, o'sha dorini ichmasdan, parhez qil desa, parhezni qilmasdan tezda sirrozga o'tib ketadigan bemorlarimiz ham bor. Bu hammasi insonning o'ziga bog'liq, o'zini hayot tarziga bog'liq. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Bir xilga bemorlar bor, gepatitni ustiga spirtnoy ham ichib, masalan, alkogol iste'mol qilib, o'sha sirroz jarayonini tezroq organizmlarida kelib chiqishini ta'minlab berishadi.